Salondagi barliq kulturayman xonim qizlar, hozir sizlarga o'tib beradigan dars zimoliq tavsuv. Bu tavsuvga ketadigan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Buning ketadigan materiallar bo'lsa 750 gram shakar, 250 gram sumay, mavi seriq maya. Bu seriq maydan 250 gram, oq maydan 250 gram ketadi. Lekin hozir menda oq may bo'lmaganligi uchun Məmməsiga seriq mayla qılmən cəmi 500 gram seriq may işildim mənə. Aq may bolsa, aq mayın 250 gram qatsanlar buldu. Navad aq may tapamığa əhvalası da məmməsiga seriq maydan 500 gram qıvəssanlar buludu. Cuma. Amma bu yüzün bezeydiğen muvafiq miqdarı güncüt. Mana undan 1 kilo 250 gram. Amma onun üstüdə 20 gram podafın var. Cuma. Podafını silib etdim. Ma bolsa 20 gram soda. Mavi olsa 4 dal tuxum, muş xuruşda ketidi. Endi biz birinci basqıçımızda seriq may, hazır 500 gram seriq may bilen 250 gram sumayni muş köptürüş maşinimizda dadenci aparatımızda obdan aqarğıça köptürüp alımız. Onun keyin şekerini salımız. Apaq köp bolğandan keyin şekerini salımız. Onun keyin tuxumni bir taldan chiqib salsaq bo'ladi, cuma. Amma şekerni silish jarayonida mana 20 gram sodani selyapmiz, cuma. Undaqsa köptirib chiqqan ahvolni ko'raylik. Qizatishmi, men hozir mavi, seriq may, sumay, buni köptirib olgandan keyin ondan 750 gram shekerni selyaptim. Bu shekerni sal boldiroq selyapmasak, mana shu tavsiq beradiklikda bu sheker sumay bilan seriq mayning aralashmasida erimiga bek tez. Şeker yirik bo'lganligi uchun asa erib bo'lamaydi. Shuningga shekerni silib bir uzoqroq aylantirib buni ko'ptirish to'g'ri keldi. Ana vazlar sizlar qilmoqchi bo'lib qolsanglar, topalsanglar un shekerdan, un shekerlar hozir. Shu tanariqlar ig'ir to'xtab qoldi, lekin shunday bo'lsin, navad ishildiman deb qolsanglar, un sheker. Tangfinni ishlasanglar bo'ladi, 750 gram tangfin qilib ishlasanglarmi bo'laverdi. Manada tangfin ishlasanglar teg'imi ko'pchilik yaxshi erishi tez bo'ldi emasmi? Mavi yirik shekerning erimiga sal ta'sirlik bo'lib cho'qim obdan aylantirib uzoqroq köptirish to'g'ri keldi. Buni men sal köptirib atgandan keyin ondan tuxumni chiqib solataman ichiga. Tuxumni chiqib solatsam bizning mavi köptirimiz bu ko'pib mushadat kepti. Endi biz buningga unimizni aralashtirib xamir yo'g'irib olaylik. Bulamda. Mana xamirimiz mana shunday yumshoq xamir bo'ldi, cuma. Bu xamirni qattiq tutishga bo'lmaydi, cho'qim yumshoq tutinglar. Ashqib shu o'lchamdagi un nayt muvofiq obdan bo'ldi, cuma. Undan keyin buni mana 60 gramdan zo'lini qilib buni mana ustimda yaproqsil yumbuloq qilib bo'lgandan keyin ikki alqimizni nimasida azroq besyapmiz. Biz besyapgandan keyin ondan buni cho'tka bilan tuxumning oq seriqi mavi aralash. Buni mashina yüzüge cho'tka bilan yenik surkab, ondan yumbuloq qilib bo'lgandan keyin ikki alqimizni nimasida azroq besyapmiz. Biz besyapgandan keyin ondan buni cho'tka bilan tuxumning oq seriqi mavi aralash. Buni mashina yüzüge cho'tka bilan yenik surkab, ondan bu kunjut qiyamiga basimiz. Basgandan keyin ondan mana Maşaq tizib chiqamiz. Tizib pishasaq bo'ldi. Hammalar o'zinglarning duxovkasining o'tining ahvoliga qarab pishasanglar bo'ladi, cuma. Mana mavi tunji qatim chiqargan birinchi destiki tavsiq piranikimiz. Mana qaranglar, shunday o'xshab ketdi bu tavsiq piraniklar. Mana yerilib chiqib ketdi. Mana o'xshabdimi? Davomli keyingilarni pishiraylik,